Nima mashinasi bu ey? Kimniki? Meni mashinam. Seni mashinangmi? Nima men joyingga mashina qo'yib olding? Sen meni tanimayapsan shekilli. O'zing uchun surishtirib oling. Meni Qodir yaponskiy deydi. O'zbekchasiga yapon tovuq, tushundingmi? Aka men sizga lishni gapirmadim. Nima sen menga lishni gapirasan? Sen menga lishni gapirolmaysan. Bir deganda shaharni yo'q qilmayman, tushundingmi? Ol mashinangni bering, davay. Sizga sovg'am bor edi. Qanaqa sovg'a? Chiqar. Bu Anjon. Men qondim och, tezroq bo'l. Kafega borishim kerak. Bo'ldi, men Anjon do'ppiniki. Sizga anjonlik bola to'y solib keldim, o'yinchoqlardan. Chuki. Agar yoqmasa bir deganda shahardan chiqarib yuboraman. Bo'ldi aka. Qaytib to'y qilolmay qolasan. Ochchi. Mana katta chupa chups. Mana kop to'yligi aka. Mana kichkina chupa chupsligi. Mana tuxumchaligi. Keyin mana o'rdakchaligi ham bor aka. Mana har xil assortiment, 5 xil assortiment. Zo'r ekan, zo'r. Namangandan siz namanganlik dillerlar bo'lsa, mana shu raqamlarga murojaat qilsa bo'laveradi aka. Dillerlar aloqaga chiqasizlar, chp qilsa menga aytasizlar. Bir deganda shahardan chiqarib yuboraman. Meni bildingmi? Qodir yaponskiy deyishadi. Aka meni tanimaysiz? Yo'q. Meni Alanjanskiy deyishadi. Nargiz apa! Nargiz apa! Nargiz apa! Nargiz apa! Ha gapir nima bo'ldi? Ha? Nima? Nargiz apa! Nargiz apa! Gapir. Nargiz apa! Nima bo'ldi? Nargiz apa! Ha gapir. Nargiz apa! Nima bo'ldi? Ha mana Anjan do'ppi sizga opa, mana uni kiying opa. Mana Anjanlik bola to'y ishlab chiqarilyapti opa. Sizga hadya qilib olib keldim yarim kechasi opa. Nima ekan mana? Ha mana katta chupa chupsi bor. Mana. Ichida o'yinchoqlari bormi? Bor, mana kichkina chupa chupsi bor. Mana kop to'yligi bor opa. Voy, bashi zo'r bo'lib. Mana tuxumligi bor opa. Keyin mana kichkina o'rdakchaligi ham bor mana opa. Mana sizga sovg'a. Yangi yo'lli dillerlar hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Zo'r ish qilsalar boru, yangi yo'lli dillerlar aloqaga chiqinglar. Nargiz apa? Mariya qali. Voy, sekinroq. Xudo xolasa, Anjanlik bola brend asosida aristokratlarda Abbos akaning xonadoniga keldi. Abbos aka! Abbos aka, assalomu alaykum. Abbos aka! Anjanlik bola. Assalomu alaykum. Tog'a, tinchmisiz? Bu do'ppiniki, Anjancha do'ppini keyin birinchi aka. Xudo xolasa, Anjanlik bola brend asosida, xudo xolasa o'yinchoqlar ishlab chiqarilyapti. Bugun farzandlaringizni xursand qilasiz aka. Birinchi o'rinda biz aristokratlar komandasiga keldik. Bu katta chupa chups. Yoshligingni ochopati deng, o'zingga boshqa qilib. Qara qiladi buni. Ya, bu ichida o'yinchoq bormi? Ichida o'yinchoqlar, chupa chups hamma yo'g'i bor. Buchi? Bu kop to'yligi. Tuxumligi ham bor. Tuxumligi ham bor aka. Anjanda to'g'ri ko'k tug'yapti o'rtoqlar. Bu g'ulg'ulini tuxumi. Yo, o't yeb qo'ygan tuxum. To'g'ri. Chupa chupsligi ham bor ekan. Mana kichkina chupa chups. Aha, jo'jamizni o'ldirdingizda. Peylasizmi? Kichkina jo'jaligi, kichkina chupa chups. Gap yo'q ekan. Rosa ko'p ekan. Mahsulot asosida farzandlaringizni xursand qilasiz. Hali buni-chi sirazi Farg'onaga tarqatish kerak-ku. Bo'ldi aka, Farg'onani dillerlar bo'lsa, mana bu raqamlarga murojaat qilaveradi aka. Allo, Farg'onaga 2 tonna jo'natib yuboringlar. Bo'ldi, hozir mana ketyapti-da. Joningiz sog' bo'lsin.